Nurbekri nimishqa qo'lga oladi? Nimish qo'lga oladi? Men sizga eng oxirgi bir qatim qana mundaq aytib berdim. Nima deyildi? Bu mavzu qo'yildi, hozir keldi YouTube'ga. Jungo Taraqqiyot komitetining muavin mudiri tekshirishga boshladi. Angliya olimlari kishini hayron qiladigan bir nuqtani oshkorladi. Men bu filmni hozir 2 qatim, 3 qatim ochdim. Angliya olimlari kishini hayron qoldiradigan ya kishini cho'chitadigan bir so'z qo'ymabdi. Faqat qo'ygan bir so'z nima desiniz? Tam efendi Angliya iqtisodshunaslar jurnalining tahriri yoki shu yerda ishlaydigan kishimi? Shu kishi faqat bir og'iz gap qildi. Nurbekri Moskvadan qaytib kelib, aeroportda qo'lga olindi. Bu gap o'tandek gap. Buni bir ikki palti bilan yerib etkili bo'lmaydigan bir gap. Uyg'urlarda bir tamsili bor, hurmatli vatandosh, nima deydi? Duttarim 15 pada, bosh pada yemayadi. Esingizda bo'lsin. Duttarim 15 pada, bosh pada yemayadi. Uyg'uriston masalasi 19-asrdan boshlab yoki 20-asr, butun bir asr degidek Rus-Xitoy o'rtasidagi masaladir. Uyg'uriston masalasi Rus bilan Xitoy o'rtasidagi masalasi. Men yaqinda nima dedim? Hurmatli vatandoshim, esingizda bormi? 9-oyning 11-kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Vladivostokda dediki, men mush yilning oxirigacha Yaponiya bilan tegishli shartnomasi imzolayman dedi. Men dedimki, Iroq Sharq osmonida chaqmoq chaqdi. Iroq Sharq zemini va tuprog'ida yer tavridi. Men sizga misol elib keltirdimki, 7-oyning 16-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump efendi Helsinkida Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan suhbatlashdi. Men mushiya kelib, yana chekinib turib bir jumla savol qo'yib, bu qatim Moskvaga Jungo vakillari, Nurbekri qatnashgan vakillar nima uchun bordi? Bir nima demamsiz, ya energiyadan, ya savdo sanoatdan. Yoki taraqqiyot, yoki boshqa yo'l, ikki davlat o'rtasida, Rossiya Federatsiyasi Jungo o'rtasida yo'da nima ishlar, nima ishga munosabatda qoldi bu qatim bo'g'a vakillar umigiga Nurbekri nima ish qo'shilib qoldi. Yoki siz maxsus tarbiyalab o'tgan bo'lsangiz, aeroplandan tushganda qo'lga elingan Nurbekrining Moskvaga borguchi bo'lgan orliqmish 2 kun, 3 kun, 19-18 kunlari deyli, mush 2 kun ichida Moskvadan qaytib keladigan Nurbekrini hurmatli rais Xi Jinping aeroportda qo'lga oladigan Nurbekrini shundaq masalasi bor. Nurbekrini mush 2 kun ichida siz bilmamdingiz ha? Dedi Wang Shaolin degan siyosiy tartibga, siyosiy intizomga munosabatlik jinoyat o'tkazib biz tergov qildik, bu yil 4-oyda dedingiz. Unimi qo'yib turayli. Demak, shuningga munosabatlik Nurbekrining 4-oyda qo'lga olingan Wang Shaolin degan muavin mudirga munosabatlik Nurbekrining shundaq masalasi. Yoki siz aytgandek uning xiyonatchilik masalasi, bu masalasi bor ekanini bilib turib, hurmatli rais Xi Jinping Nurbekri nimishqa Moskvaga vatdingiz. Vladivostok shahrida Vladimir Putin qo'lig'ingizga nima deb pishirdi? Siz 3000 nafar askariy qism qatnashtirgan 300 ming kishilik Vladivostok atrofida o'tkazilgan harbiy manevrga ko'ra qatnashmadingiz. Derhal Beijing'e qaytdingiz rais Xi Jinping efendi. Prezident Vladimir Putin qulog'ingizga nima dedi? Nimadan cho'chib ketdingiz? Nimishga oldirab tunab, o'zingiz qatnashgan, o'zingiz taklif qilgan harbiy manevr. Rossiya Federatsiyasi o'tkazib atgan harbiy manevr, shunday ahvolda nimishga tashlab siz derhal Beijing'e qaytdingiz. Xo'sh, siz Beijing'e qaytdingiz, Nurbekri nimishqa tuyuqsiz Moskvaga bordi. Men tahlil qilyapman jumla vatandosh. Siz o'zingizmi tahlil qilib baking. Ish shundaq, tartib mana shundaq kelyapti. 7-oyning 16-kuni buyuk prezidentimiz Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin
Helsinki'de uçraştı. 9. ayının 11. günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi Xi Jinping bilen Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin Vladivostok'ta uçraştı. Hem de 11. günü Prezident Putin neme dedi? Vladimir Putin neme dedi? Muş yılının ahırgıça men Yaponiya bilen tinchlik shartnomasi imzolayman. Men dedim tinchlik shartnomasi Yalta sistemasiga, Yalta yig'inining Yiroq Sharq strategiyasiga berib ketiladi. Chunki bu 4 aral masalasi bor dedim. Shunga dedim, Yiroq Sharq osmonida chaqmoq chaqmadi. Yiroq Sharq zaminida tupurg'idi, yer davridi. Germaniyaning buyuk shoiri Genrix Genining bir kuplet şiirini müşahede keltirey hürmetlik vatandaş. Çaksamı men çakmağımne şunca heyvet. Çakmağında güldürmama yok deysiler. Hat alışıp kaldınlar ki çünkü menin güldürlü töş. Hısletim var bilmeysiler. Ben bugün Nur Bekir'nin şu vakalarının içine koyup tahlil kıldım. Bilgici Allah. Bilgici Allah muş vakalarını içine koyup tahlil kıldı. Nur Bekir Moskvadan qaytib kelib, aeroportda qo'lga olindi degan gap buning o'zi ajoyib bir qiziq gap. Nur Bekirning hozir kim bo'lishi, uning tarixi nima qilishi? Ularning Uyg'urlar qancha ziyon qilishi, ziyonkashlik qilishi, maya turib tursin deyilib, bugun Nur Bekirning roli mushiyada zodi nima? Nima ishga qo'lga oldingiz? Endi vaqt masalasi keleyli. Vaqt intayin sezgir vaqt. Bugün hazır biz dedik, Prezident Trump dedi, biz meydanımızda çın turumuz dedi. Yol koyuyorsunuz. Murassaga kelesiz. Siz depsiz, Beijing hükümeti yukarılık siyade nemi depsiz? Biz tehdit silip durgan ahval asılı söhbetki olturmayımız depsiz. Bu tehdit emez. Neymiş ki ben tehdit emez deymen? Hazır Prezident Trump hükümeti ta'kidlab atkan mesele, birli mesele. Biz adil soğudu kılaylı. Cumhur hükümeti biz sen bilen adil soğudu kılaylı. Hazır Prezident Trump neymi deydi? Ötken yılı değil. Prezident Trump Aksaray'a kirgen 2017 yılı Cumhur Amerika Koşmuş Ştatları'dan 500 milyar dolar pul elip gitti. İki katem tekrarlaptı Prezident Trump. Ahırdandır, Liksiyanın ahırı nemi değildi? Hazır Cumhur'la Amerika oturusideki elişiş, iktisat, soğudu, ticaret, sahasılık sürkülüş. Bu tek hem de bir başlanıştır. Lakin bir yerdeki elişiş, stratejilik elişiştir. Bu elişişin mezmulları intayin köp borusu gerek. Yani nemi deydi ahırda bir Liksiyan nemesizlik okumadım hazır torpilimin nemi dedi? Nur Bekir'ni kolga aldı Cumhur hükümeti Prezident Trump taqabıl turalaydigan yeni çağrılı oylap taptı dedi. Bu koltusu gap bu vatandaş. Bunu Xitay davatıdı cümle bizem oydurup çıkmadım ben sizge tahlil kılıp bir vataman. Xitay moşeni dedi Xitay nemini sizip kaldı. Biz ötken nemi dedik şeyimizde. Ahırda muhakeme dedik o. Xitay hükümet bilen ahırkatım elişidigan söhbet. Bu sade söhbeti, ticaret söhbeti emez. Kompartiyani tarık devetiş meselesi söhbetlişidi. Buna ben herkes hayran kalmayım. Efendiler, herkes hayran kalmayım. 1990 yılı, 91 yılı avvalki Prezident Bush, Prezident George W. Bush, sabık Prezident George W. Bush'tan Prezident Bush, 9. ayda, 90 yıl 9. ayda Helsinki'de uçraştı. 1990 yıl 9. ayda. Bugün neme deyimiz? 2018 yılı 7. ayının 16. günü Amerika Koşmuş Ştatları'nın prezidenti, Prezident Trump, Finlandiya'nın Helsinki şehrinde Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bile uçraştı. Ağırlıkı bir kıstırma köy kıstırılıp geldi. Bir kıstırma köy kıstırılıp geldi. Vladivostok yığını. Reis Xi Jinping'in Vladivostok'a beri şundak tentenlik harbiy paradını özü teşkillep Prezident Vladimir Putin bilen billa o körekli kömeye katnaşmay, tüyüksüz Beijing'in kayıtkallığı acayip bir sırlık tepişmek makanda hürmetlik vatandaşım dikkat kılın ha.
Ben tuş görüp atam demey ya. Bir tuş görüp bakaylımış, tuşlu körel yaman tatlıq tuş bulup atıdı hazır bu tuş. Nur Bekir'ni hatalaştığı çıkarış, Nur Bekir'ni Moskvaga evetiş, kaytıp gelgende aeroportta kol qilish, bu hakikaten siz biz kögen çüştek bir çüş bulup atıdı vatandaş. Oy. Bir çüş. Ben dedim ki Uyg'uriston meselesi, Uyg'uriston Xitoyga mustamlika qilib berish meselesi 19-asrda Çar Rossiyaning siyosati, 20-asrning 50-yillarigacha Rus Xitoyning shartnomalari orqali Rossiya Bolsheviklar partiyasining siyosati bo'lib keldi deydi. Endi nima deyildi? Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin dedi ki, "Muş yılın ahırıgacha ben Yaponiya bilan Rusya Federasyası o'tirib tinchlik shartnomasini imzol. Bu jaranglik ish, yomon dabdabalik ish, yomon cho'ng ish deyman bu. Şuna ben bugün Nur Bekir'nin qo'lga ilinishi va Nur Bekir voqeasini mana shunday tushunaman vatandosh. Biz deymiz bir odam qarang, bir odam bir ömrde nayti pokiz men halol o'tib ketaman diyemeydi. Siz bununla dikkat qiling vatandosh. Bir inson bir ömrde o'g'ri bo'lib beqishi mumkin, xiyonatchi bo'lib beqishi mumkin, saxtipaz bo'lib beqishi mumkin, jonbaqar bo'lib beqishi mumkin, har xil yo'llar kirib beqishi mumkin. Turmush onu shuning zo'rlab qo'ydi. Turmush yo'lga selib qo'ydi. Tushundingizmi? Masalan, bundaq bir hikoyatni men sizga so'zlab beray. Bir jinoyat o'tkazibdi. Bir Saudiya onun 20 yil qamoq jazosi hukm qildi. Avlisi odam, jinoyat sodir qilganmi odam. Onun